Demak, kirib oldik, hurmatli talabalar. Demak, diqqat qilamiz. Jurnalistlarga boshlang'ich ta'lim berish masalasi o'rtaga tashlandi o'sha davrda va bu jurnalistika maktablari ochila boshlandi. Dastlabki paytlarda asosan yirik gazetalar, tahririyatlar qoshida, shuningdek, noshirlar va gazeta egalarining tashkilotlarida faoliyat ko'rsatuvchi professional maktablarni o'z ichiga olgan. Bunday ta'lim ilk marta 1900-yilda hozir aytganimizdek AQShda xabar yozishni o'rgatish uchun tashkil etilgan bo'lib, keyinchalik esa Angliyada rivojlanadi. Demak, bu nima degan holat? O'sha yuqorida aytdimki, hokimiyat vakillari o'zlarini raqobatchilari bo'lgan katta-katta gazeta egalarini mana shu usul bilan zaiflashtirishga harakatlar qila boshlaganlar. Demak, dastlabki ta'lim qayerda paydo bo'lgan ekan? 1900-yilda AQShda yuzaga kelgan ekan. Demak, keyingi rivojlanish davri bu 1920-yilga borib taqaladi. 1920-yildan boshlab bu Angliyada, Fransiyada, Yevropaning bir qator ilg'or mamlakatlarida jurnalistik ta'lim sekin-astalik bilan shakllandi. Dastlab jurnalistlar ijtimoiy hayot, odamlarning hayoti, shou-biznes olamlarining hayoti, kino sohalari bo'yicha kunning dolzarb mavzularini yoritadigan bo'lsa, keyinchalik mana bu o'quv kurslarida o'qigan jurnalistlarimiz iqtisod, psixologiya va tog' qidiruv sohalarida ancha faol ishtirok eta boshladilar. Demak, endi davlat tomonidan tayyorlangan jurnalistlar iqtisod sohasiga kirib bordi, insonlar psixologiyasini o'rgana boshladi va e'tibor qarating, Amerikada bizning yurtimizdan farqli o'laroq yerlar odamlarni o'ziga xususiy edi o'sha paytda. Ya'ni katta-katta konlarni ham odamlar o'ziga nima qilib bo'lgandi? Xususiylashtirib bo'lgandi. Shunday qilib, jurnalistika sohasi vakillari mana shu tog' qidiruv sohalariga ham asta-sekinlik bilan kirib bora boshladi. Universitet dasturiga jurnalistika ta'limini kiritish jarayoni birinchi marta bu 19-asrning ikkinchi choragida Amerikada ko'rib chiqilgan. Dastlab o'sha universitetda ham o'qitish kerak degan bularni fikrlar shakllana boshladi. Britaniya mutaxassislari ham jurnalistik ta'limning mahalliy tarzda tashkil etilgan an'anaviy ko'rinishga qarshi bo'lganlar o'sha paytda. Chunki an'anaviy ta'limda akademizm yetishmas, bilim, saviya, tushuncha, asosiy e'tibor amaliy jurnalistikaga qaratilar edi. 1937-yilgacha jurnalistlarni alohida o'qitish uchun bir professional holatda shakllantirilgan o'quv dasturi ham mavjud emas edi. Ushbu soha sotsiologiya va siyosatshunoslik fanlari tarkibida o'tilardi. Demak, ma'ruzamizni birinchi boshlanishida aytib o'tdimki, jurnalistika sohasi bu adabiyot, sotsiologiya va siyosatshunoslik fanlarining nima qilgan tutashgan qismi sifatida shakllantirildi. Keyinchalik e'tibor qaratadigan bo'lsak, sotsiolog olim demak, Jeremi Dunstal sa'y-harakatlari bilan bu fan o'quv dasturiga qarang, 20-asr boshlaridan boshlangan bo'lsa, 1960-yilga kelib kiritildi. Demak, o'quv mustaqil fan sifatida endi jurnalistika sekin-astalik bilan 1960-yilga borib g'arb davlatlarida kiritildi. G'arb davlatlarida, aynan Yevropada, Amerikada va hokazo. Jurnalistika bora-bora tabiat va jamiyatda sodir bo'layotgan hodisalarni bir-biridan ajratib yozadigan shaklga yetib keldi. Natijada voqelik turli mazmundagi jurnalistik materiallarga bo'linib ketdi. O'quv adabiyotlarida jurnalistika aniq fanlardan ajratildi. Oldin mana sotsiologiya yoki boshqa arifmetika degan sohalar bilan o'rgatilgan. Va sekin-astalik bilan gumanitar fanlar tarkibiga kiritildi. Ammo bu tajriba kutilgandek natija bermadi. Chunki efirga uzatiladigan xabarlar aniq bo'lishi kerak, qisqa, lo'nda bo'lishi kerak.
Buni o'rniga barcha ma'lumot, u xoh xabar bo'lsin, tezis bo'lsin yoki maqola shaklida bo'lsin, e, boricha efirga uzatildi. Natijada xalqqa judayam ko'p keraksiz axborotlar efirga chiqib keta boshladi va odamlar bu narsadan zerikdi. Buni oddiygina misol qilib oladigan bo'lsak, hammangiz Telegram ishlatasiz, to'g'rimi? Hammada Telegram bor-a, hurmatli talabalar? Ha, Hammada bor. hammada Telegram bor. Masalan, siz Kun.uz, Qalampir.uz yoki shunga o'xshash mana Xushnudbek axborot manbalari deyarli barchangizda bor, a? Daryo.uz bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Ha, bor. Xo'p, endi qarang. O'shalarda e'lon qilinadigan materiallarga e'tibor qaratsangiz, 3 qismdan iborat bo'ladi. Sarlavha qismi, kirish qismi va asosiy qism. Siz sarlavha va kirish qismini o'qiysizda, ko'p holatlarda batafsil degan joyini nima qilmaysiz? Ochib o'qimaysiz, to'g'rimi? Demak, batafsil degan joyini biz u To'g'ri. qadar ochib o'qimaymiz. Hozir shu holatga yetib kelganmiz. Ya'ni biz uchun ortiqcha axborotday tuyulyapti. Ya'ni inson sekin astalik bilan shu qadar yengil axborotga o'rganib qoldiki, o'sha hattoki o'zimiz sohamizga oid bo'lgan ma'lumotni batafsil to'liq holatda o'qishga erinadigan bo'lib qoldik. Bilamizki, insonning miyasi har doim yengil axborotlarni qabul qilishga moyil bo'ladi. Ana shu narsani, demak, bular asta-sekinlik bilan shakllantirdi va natijada uzundan uzun ma'lumotlar sekin-astalik bilan endi chiqib ketish kerak edi. Bu uchun bu narsani shakllantirish uchun albatta akademik ta'lim yuzaga kelishi kerak edi. Jurnalistikani asosiy axborot beruvchi soha deb qaraydigan bo'lsak, uning asosiy bo'g'inini tashkil etuvchi gazeta, masalan, Yaponiyada ilk bor tahririyatlarga universitetni tugatib kelgan kadrlar ishga qabul qilingan, oliy ma'lumotli. So'ngra ular jurnalist bo'lmagan bo'lsa ham, qayta tayyorlov kurslariga jo'natilgan. Masalan, xorijiy filologiyani tugatgandir, tarixni tugatgandir, adabiyotni tugatgandir va ular har holda oliy ma'lumotli shaxslar ular. Qachon, qayerda, qanday fikr bildirish kerak degan savollarni ular bemalol javob beradi. Shuning uchun ham keyinchalik qayta tayyorlov kurslariga yuborilgan. Bu Yaponiyadagi jurnalistik ta'limning dastlabki bosqichi. Barcha jurnalistlar uchun universitet ta'limi zarur degan g'oyani ilgari surgan insonlardan, olimlardan biri bu Amerika fuqarolar urushida mag'lubiyatga uchragan leytenant general Robert E. Li edi. Ammo o'sha vaqtlarda bu g'oyani qo'llab-quvvatlovchilar juda ham kam bo'lganligi bois muvaffaq qozonmadi. Demak, Robert Yeli hamma jurnalist oliy ma'lumotli degan darajaga erishish shart deb Amerika jamiyati oldiga ushbu vazifani qo'yadi. Lekin ko'pchilik bunga nima qilmaydi, e'tibor qaratmaydi. Keyinchalik, biroq vaqt o'tishi bilan deyapti, jurnalistika ta'limining tashabbuskori bo'lgan Robert Yeli nomi Vashingtondagi butun boshli bir kollej nomiga beradi. Bilasiz, Amerikada ayrim kollejlar dunyodagi Manaman degan universitetlardan nimasi nufuz jihatdan katta. Ana shunday nufuzli kollejlardan biri hozir kunda ham Robert Yeli nomi bilan nomlanadi. Demak, dastlabki ta'limning boshlanishi haqida fikrlarini aytib o'tgan inson bu e, sobiq general Robert Yeli ekan. Ana endi jurnalistika ta'lim tarixiga davom etamiz. Jurnalistika sohasi ulkan hissa qo'shgan insonlardan yana bittasi bu Willard Blairdir. Willard Blair Wisconsin universitetida jurnalistika fakultetini ochilishida katta xizmat o'tagan. Bu narsa jurnalistikani rivojlantirish uchun aniq model ishlab chiqishiga sabab bo'ladi va bir nechta universitetlarda jurnalistika fakultetini ochish uchun takliflar shakllana boshlaydi. Xo'p, shundan so'ng 20 asr Qo'shma Shtatlarida jurnalistika uchun yaxshi muhit yaratilgan davr bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, 1980-1990 yillarda jurnalistikaga fan nom berildi.
E'tibor qarating, oradan mana 1900-yilda jurnalistika maktablar ochildi, lekin jurnalistika degan fan yo'q edi 80-90-yillargacha. Dunyo miqyosida aniq yo'nalish, soha sifatida o'qitila boshlandi 80-90-yillarda. Qarangda, jurnalistika sohasi 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida judayam rivojlanib ketdi. Nima uchun? Chunki insoniyatni o'sha davrda asosiy axborot bilan ta'minlaydigan vosita bu gazeta edi. Hozirgi kunda siz mana bu ijtimoiy tarmoq yoki kelingki mobil internet, Telegram, WhatsApp, Instagram va hokazolar, hatto televideniye va radioni o'rnini nima bosgandi o'sha paytda? Gazeta bosgan, gazeta bosa olgandi. O'sha davrda, demak, 150 yil, 200 yil oldin shakllanyapti soha. Lekin fan sifatida 1980, 1990-yillardagina fan sifatida tan olinyapti. Bu vaqtga qadar jurnalistika bir qator iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirib o'tdi. G'arblik mutaxassislar fikricha, jurnalistika bu amerikalik, inglizlar tomonidan o'ylab topilgan ixtiro deyishdi. Uning paydo bo'lgan mintaqasi esa Yevropa deyishdi. Umuman olganda, jurnalistika ta'lim haqida o'zi olimlar, mutafakkirlar tomonidan ikki xil tushuncha bor. Ayrimlar jurnalistikani haqiqatdan ham o'qitish kerak, bu bitta alohida soha deb qaraydi. Lekin ko'pchilik hali hanigacha jurnalistni kasb sifatida tan olmaydi. Tushuntira oldimmi? Hurmatli talabalar, tushunyapsiz-a? Men gapirib ketyapman, kimdir nimadir tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Qarang, jurnalistika Tushunyapmiz ustoz. Jurnalistika sohasini kasb sifatida tan olmaydigan olimlar hozirgi kunda ham mavjud. Masalan, qarang, bu nimadan kelib chiqadi bunaqa soha? Abdullayeva Sabrina qaysi soha vakilisiz? Masalan, ishlaysizmi, o'qiysizmi, Sabrina? O'qiyman jurnalistikaga. Xo'p, hobbingiz nima? Ta'limdan tashqari. Sport, Hm? sport. Sportning qaysi turi? 9 turiga borganman. Ya, hozir eng yaxshi qiziqadigan sohangiz qaysi? Stol tennisi, voleybol. Yaxshi. Zulfiya Hakimova murojaat qilaman. Ustoz. Zulfiya Hakimova, demak, siz qaysi soha vakilisiz yoki hobbingiz nima? Hozirda men maktabda ishlayman. Bunaqa bufet ochamiz-da. Hop, O'zimiz oilaviy. nimangiz bor? Hozirda Maktabda oilaviy. maktabda qaysi soha Bufet vakilisiz? ochamiz. Bufet oshxona ochamiz. Yaxshi. Demak, Ilhomjon Asalxon Ilhomjonova. Asalxon Ilhomjonova, efirdamisiz? Ha, ha, ha. Siz qayerdir ishlaysizmi yoki faqat o'qiysizmi? O'qiyman. Ham oldin 3 oy oldin Vojitova telekanalida ishlagan edim. Hozir boshqa telekanalga o'tish uchun hujjat ishlarini olib boraman. Xo'p, hobbingiz nima? Kitob o'qish. Undan tashqari. Xo'p, mayli, kitob o'qish. Xo'p, demak, Dilnoza Adizova. Tabii ustoz. Assalomu alaykum. Qaysi soha vakilisiz yoki hobbingiz nima? Assalomu alaykum. Man boshlovchiman, ya'ni tabriklar boshlovchi. Xo'p, sohadan tashqari hobbingiz nima? Sohadan tashqari shu Hmm. ko'proq kitob o'qish, she'r yozishga qiziqaman. Yaxshi, she'riyat. Ana endi Muharram Jumayeva. Jumayeva, efirdamisiz? Xo'p, Feruzadan so'raymiz. Jalolova, marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Mhm. Siz Muharram, Mikrofon yaqin. hop, mayli, qarang. Nimaga qiziqasiz, Muharram?
Televideniyega ham ishlayman, keyin bog'chada ham ishlayman. Bog'cha, yaxshi. Maktabgacha ta'lim. Ana endi Feruza, marhamat, Jalolova. Xo'p, qarang. Mana shu yerda bir 5 dan ortiq talabani eshitdim va kimdir boshlovchi, kimdir sportga qiziqyapti, kimdir masalan mana ovqat pishirish masalasi bo'yicha qiziqyapti yoki faoliyat olib boryapti. Endi qarang. Ovqat pishirish masalasi bo'yicha qiziqayotgan odam jurnalistik kontentni o'zi tayyorlaydi va o'zi efirga uzatadi. Mak maktabda ishlayotgan odam, G'arbda shunday tushuncha bor. Ya'ni siz qaysi soha vakilisiz, jurnalist uchun alohida o'qish shart emas degan tushuncha bor. Masalan, qaysi sohada ishlayapsiz, o'shanga oid bo'lgan kontentlarni o'zingiz ulashaverasiz, tamom. Muammo emas deydi. Masalan, men kelingki, haqiqatan aytishim mumkin, men ham hobbiyim kelingki ovqat pishirish bo'ladigan bo'lsa, ovqatga doir bo'lgan kontentlarni o'zim tayyorlayman va televideniyada ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham, YouTube'da ham o'zim joylayman. Va bu uchun yaxshigina pul olaman. Endi savol, bu uchun men alohida kurs o'qishim shartmi? Ana shunday tushunchalar shakllanib bo'lgan G'arbda. Va shu uchun ular jurnalistikani nima deydi? Kasb sifatida tan olmaydi. Xuddiki bu asosiy faoliyat turidan tashqari ikkinchi qiziqishday qaraydi ular. Masalan, traktorchilar fermerlik faoliyatini yoritadi Yevropada va mana bu ko'rsatuvni ko'rganmisiz barchangiz? How it's made degan. Bu qanday ishlaydi degan ko'rsatuvni kim ko'rgan? Hurmatli talabalar, ko'rganmisizlar? Men ko'rganman. Aha, Ha, bu ko'rganman. hamma ko'rgani? Bu qanday ishlaydi degan ko'rgan savol o'sha jarayonda deyarli atrofimizdagi barcha sohalarga oid bo'lgan kontentlar tayyorlanadi. U kichkina bir kelinki mana shu soatni tayyorlanishidan boshlab to ulkan kema va nima samolyotlargacha yasalishini nima qiladi ko'rsatadi. To'g'rimi? Hamma ko'rgani? Ha, ko'rganmiz. Endi savol, o'shani hammasi jurnalistlarda o'ylaysizmi? O'sha kontentni tayyorlayotgan hammasi jurnalistlarmi? Yo'q, jurnalist bo'lmasa ham bu sohaga qiziqish bo'lsa qilaveradi, boshqa sohada ishlayotgan bo'lsa. Sohani o'zini eng zo'r mutaxassisi. To'g'rimi? Masalan, kema tayyorlovchilarni eng yaxshi injener bilan o'zi gapirib beraveradi, to'g'rimi? Ana shunday tushunchalar. Masalan, Bemalol eshitaman. jurnalist o'zi ham misol qaysidir sohani yoritmoqchi bo'lsa, o'sha sohani ichiga bir kirib, o'rganib, keyin yoritadi-ku, to'g'ridan to'g'ri yoritib ketmaydi-ku. Xo'p. Ya'ni jurnalist serqirra bo'lishi kerak-da. Xo'p. Familiyangiz nima edi, hurmatli talaba? Adizova Dilnoza. Xo'p, Dilnoza. Bizda mana shunday ta'lim tizimi mavjud. Biz jurnalistikani o'qib turib, keyin ixtisoslashamiz, to'g'rimi? Ha. G'arbda unday emas. Siz kimyogarsiz, kimyoni yaxshi tushunasiz, bo'ldi. O'zingiz kontentingiz o'zingiz ulashasiz. Tushuntira oldimmi? O'sha uchun ular jurnalistika sohasiga pul sarflab, alohida o'qish kerak degan tushunchaga emas ular. G'arbda. Tushuntira oldimmi? Ha, tushunarli. Ya'ni siz kimyogarsiz, siz biologsiz, siz kelinki oshxonalaringiz bor, oshxona tizimlaringiz bor, siz biznesmensiz, shularga oid bo'lgan kontentni o'zingiz ulashasiz. Mana endi O'zbekistonda e'tibor qarating, siz kelinki oshxona siyosati bilan shug'ullanasiz, oshxonalaringiz bor, uni reklama qilish uchun kimga murojaat qilasiz? To'g'rimi? Birinchi axborot agentliklariga, blogerlarga, umuman televideniya, radioga, to'g'rimi? Ular esa reklamasigacha o'zi tayyorlaydi.
Masalan, yoshi katta talabalarimiz mana bu hujjatli filmlarni eslashi mumkin. Kapitan Kusto sarguzashtlari degan hujjatli filmlarni kim eshitgan yoki ko'rgan? Yoshi katta talabalarimizdan bo'lsa. Biz ko'rgan. Kapitan Kusto, to'g'rimi? Ha, Hop, o'sha kapitan Kusto o'zi okeanshunos olim, geolog, okeanshunos olim. Lekin u ham okeanlarni o'rganadi, ham nima qiladi? Demak, kontent tayyorlaydi. Nimaga oid? Qaysi sohaga oid? Okean, yer tuzilishiga oid bo'lgan kontentlarni. Ana shu uchun bu g'arbda 1980 1990-yillargacha bo'lgan jarayonda jurnalistika fan sifatida tan olinmadi. Tushuntira oldimmi? Nima uchun bu davrgacha cho'zilganini? 1890 demayapman men. 1990-yilga borib aytyapman. Tushunarli? Shu o'rinda demak dastlabki gazetalarni g'arbdami yoki sharqdami paydo bo'lgani borasida ko'plab bahslar yuzaga kela boshladi. Ayrim manbalar gazeta 17-asrda Italiyada paydo bo'lgan desa, boshqalari 7-asrda Yaponiyada paydo bo'lgan deydi, lekin u qayerda paydo bo'lishidan qat'iy nazar ammo mustaqil ta'lim degan tushuncha yo'q edi. Jurnalistikadagi an'anaviy tizim Yevropada 20-asrning o'rtalarigacha, aniqrog'i, BMTning fan va madaniyat bo'yicha tashkiloti UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan va 1947-yilda Parijda qabul qilingan jurnalistlar tayyorlash dasturi qabul qilingunga qadar davom etgan. An'anaviy ta'lim 20-asr o'rtalarigacha davom etgan. An'anaviy ta'lim nima edi? Bu ustoz-shogirdlik ta'limi. UNESCO dasturi jahonda jurnalistika ta'limi eng avvalo universitetlar ta'limi doirasida rivojlantirish muhim ekan degan g'oyani ilgari suradi. Xo'p, UNESCOning qo'llab-quvvatlashi bilan jahonning bir qancha mintaqalarida oliy jurnalistik ta'lim berishning xalqaro markazlar tashkil etiladi. Xususan, Yevropa uchun Fransiyaning Strasburg shahrida, Lotin Amerikasi uchun Ekvadorning Kito shahrida, Afrika qit'asi uchun Senegalning Dakar shaharlarida jurnalistlar tayyorlash markazlari faoliyat yuritadi. Sorbonne universiteti professori Jak Leoti rahbarlik qilgan Strasburg xalqaro markazi boshqa markazlar ishini boshqarib muvofiqlashtirib borgan. Demak, Yevropa ittifoqining paydo bo'lishi bilan jurnalistika yo'nalishi bo'yicha ta'limni qo'llab-quvvatlovchi Yevrokomissiya roli kuchaydi. Jurnalistika o'qituvchilarining 1990-yili Bryusselda bo'lib o'tgan konferensiyasida UNESCO ko'magida jurnalistika o'qituvchilarining Yevropa assotsiatsiyasi, ya'ni JTA, ya'ni European Journalist Teacher Association tashkil etildi. Ushbu tashkilot tomonidan har yili jurnalistikaning dolzarb masalalariga bag'ishlangan ko'plab konferensiyalar o'tkazib kelmoqda. Ana endi bizda o'zimizda jurnalistik ta'lim haqida gaplashamiz. Demak, men hozir g'arbdagi jurnalistik ta'lim bilan o'zimizdagi jurnalistika haqida qarashlar turlicha ekanligini nima qilganman? Aytib o'tdim. Qarang. O'zbekiston tarixida umuman podsovet respublikalari, umuman sobiq sovet respublikalari hududida jurnalistik ta'lim birodarlar boshqalarga nisbatan ancha oldin shakllantirildi. Demak, O'zbekistonda jurnalistika ta'limining universitetda joriy etilishi o'tgan asrning 40-yillar oxiriga to'g'ri keladi. Aniqroq aytganda 1949-yilda O'rta Osiyo davlat universiteti, hozirgi qaysiga to'g'ri keladi bu? Hozirgi demak Milliy universitetimiz hududida, demak tarkibida O'zbek filologiyasi fakulteti tarkibida jurnalistika bo'limi ochildi. Bu paytgacha jurnalistlar qanday tayyorlangan degan savol. Sho'ro hukumati va partiyalar rahbarligidagi maktablar qo'shida ishchi dehqon muxbir maktablari faoliyat yuritgan. Gazeta va jurnallarning ijodiy xodimlari asosan yo tarixchi bo'lgan yoki filolog bo'lgan. Shu nuqtai nazardan demak umuman olganda
yozish qo'lidan keladigan odamlar ham mana shu maktablarda o'qitila boshlangan. Va sekin astalik bilan bular ham tahririyat muhitida shakllantirilgan. Lekin g'arbdan farqli o'laroq jurnalistik ta'lim bizlarda ancha erta boshlandi. Nima uchun? Chunki jurnalistikaning targ'ibotchilik degan vazifasi bor. Demak, sobiq sovet mafkuraviy tizimida jurnalist, demak, sotsialistik mafkuraning targ'ibotchisi degan vazifasi asosiy o'ringa qo'yilgan. Nima qilsin, qayerga borsin jurnalist nimani birinchi targ'ib qilish kerak? Sotsializmni. Sotsialistik g'oyalarni yoyish kerak. Bu jurnalistikaning asosiy vazifasi sifatida belgilab olindi va bundan tashqari, aynan Ikkinchi jahon urushidan keyin jurnalistikaga bo'lgan e'tibor tubdan o'zgarib ketdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin sobiq shoirlar davrida O'rta Osiyo, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetida jurnalistika bo'yicha o'quv rejasi joriy etilishi bejiz emas. Chunki safarbarlik, front hayotining yoritilishida gazetalarning targ'ibotchilik vazifasi matbuot mavqeyining o'sishiga xizmat qildi. Nima qilsin, odamlar ongida, demak, urush haqida yolg'on ma'lumotlarni yetkazmaslikka harakat qilish, ya'ni o'zi istagan ma'lumotni odamlarga yetkazishni maqsad qilgan bular. Urush haqida yoki urushdan keyingi hayot haqida. Bo'lmasa ahvol juda ham og'ir ekanligini siz tarix darslaridan o'qigansiz. Ammo, demak, yana aytamanki, televideniya, radio, ommaviy axborot vositalari nima ma'lumot bersa, xalq shunga albatta ishongan, ishonadi ham. Demak, O'zbekistonda jurnalistik ta'lim tarixi 1949-yilda Moskva davlat universitetida jurnalistika fakulteti tashkil etildi. Shundan so'ng ittifoqdosh ko'plab respublikalar oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonlari, ya'ni Moskvadan tashqari Kiyevda, Ostonada, Turkmaniston poytaxti Bishkekda va shu qator O'zbekistonda ham 1949-yilda o'zbek filologiyasi tarkibida jurnalistika yo'nalishi ochildi. Borib bu yo'nalish 1967-yilda o'zbek filologiyasi fakulteti tarkibidagi bo'lim alohida bitta jurnalistika fakultetiga aylantirildi, shakllantirildi va juda ko'plab mutaxassislarni tayyorladi. Xo'p, ana endi keyinchalik 90-yilning o'rtalariga borib, demak, jurnalistik ta'lim Samarqand davlat universitetida bir necha yillar davomida shakllandi. Bu davrda ancha-muncha mutaxassislar yetishib chiqdi, lekin ayrim muammolar sababli Samarqand davlat universitetida bu fakultet yopilib ketdi. O'sha davrlar aynan 90-yil o'rtalari, 96-yillarda Qoraqalpoq davlat, ya'ni Nukus davlat universitetida ham birodarlar jurnalistik ta'lim yo'lga qo'yildi. Bu hozirgi kunda ham faoliyat yurityapti. Ya'ni Nukusda ham jurnalistika ta'limi, jurnalistika yo'nalishlari mavjud. Keyinchalik, demak, biz mustaqillikka erishganimizdan so'ng axborotga bo'lgan tushunchalar asta-sekin o'zgara boshladi, davr rivojlandi, texnologiya rivojlana boshladi, internet kirib keldi mamlakatimizga va jurnalistlarga bo'lgan talab juda yuqori darajada oshib ketdi. Shuni inobatga olgan holatda Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 26-fevraldagi qarori bilan bu ta'lim yo'nalishi, ya'ni jurnalistika ta'lim yo'nalishi O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida ham tashkil etildi. Bu davrda, demak, asosan ikkita kafedra, ya'ni xalqaro jurnalistika fakulteti shakllantirildi. Bu yerda dastlab ikkita kafedra o'z faoliyatini boshladi. Demak, bu jurnalistika nazariyasi va amaliyot tarix kafedrasi, o'sha paytdagi mudiri Boybuta Do'sqorayev bo'lganlar va ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri siyosatshunoslik fanlari doktori Jo'rayev bo'lganlar. Keyinchalik esa birodarlar borib keyingi yillarda qabul kvotasi kamayganligi va jurnalistikada fakultet masalasi juda ham og'irlashib qolganligi shularni inobatga olib, demak, yangi siyosiy tizim shakllangandan so'ng
2018-yil 24-may sanasida O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qarori bilan, ya'ni PQ 3737 qaror bilan, demak, hozirgi kunda nima tashkil qilindi? Barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan O'zbekiston, demak, Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tashkil etildi. Demak, 2018-yildan boshlab alohida faqat jurnalistlarni tayyorlaydigan va unga yaqin sohalarga oid bo'lgan kadrlarni tayyorlaydigan mustaqil Markaziy Osiyoda, demak, yagona desam xato bo'lmasa kerak, demak, O'zbekiston ommaviy jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universiteti tashkil etildi. Masalan, aytishim, nima uchun yagona deyapsiz? Chunki bizni atrofimizdagi 5 ta davlat bo'ladigan bo'lsa, Markaziy Osiyoda birortasida adashmasam alohida faqat jurnalistika sohasiga yo'naltirilgan universitet mavjud emas. Ko'plab universitetlarda fakultetlar mavjud, ko'plab universitetlarda ta'lim yo'nalishlari mavjud, lekin tizimli yo'lga qo'yilgan hozir Markaziy Osiyoda menimcha birinchisi bo'lsa kerak, bu demak O'zbekiston ommaviy kommunikatsiyalar universiteti bu demak tashkil etildi. Demak, bizda ham Buxoro davlat universitetida ham 2021-yildan boshlab mana shu siz ta'lim olayotgan Buxoro davlat universiteti filologiya fakulteti, demak, o'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasi tashkil etildi. 2021-yilda bu kafedrada faoliyatni dastlab filologiya fanlari doktori, professor, hammamizning ustozimiz bo'lgan, demak, Fayzulla Abdullayevich Muminov mana shu Buxoro davlat universitetida o'zlarini, demak, faoliyatlarini olib borganlar va mana shu siz o'qiyotgan ta'lim yo'nalishiga asos soldilar ustoz. Hozirgi kunda, demak, u kishi O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetida professor, demak, xalqaro PR masalalari bo'yicha, demak, dars olib boradilar. O'zyoquda faoliyatlarni olib boradilar. Xo'p, demak, bugungi ma'ruza matnlarimiz mana shulardan iborat edi. Xo'p, jurnalistika ta'limi tarixi mana shu shaklda to hozirgi kungacha yetib keldi. Hozirgi kunda ham yana aytaman, ko'plab olimlar va mutaxassislar jurnalistika ta'lim sohasini mustaqil fan sifatida tan olishmaydi. Chunki nima uchun? Hozir hamma mana bu gadjet orqali nimadan foydalana oladi? Mana shu gadjet orqali, demak, o'zi bemalol nima qilishi mumkin? Suratga oladi, rasmga oladi, bemalol holatda kontentni tayyorlay oladi. Shuni inobatga olgan holatda, demak, barcha o'zi mustaqil axborot berishi mumkin. Jurnalistlarga ehtiyoj yo'q degan tushunchalar hozirgi kunda ham mavjud. Xo'p, demak, bugungi mavzu yuzasidan savollar bormi? Mavzu yuzasidan kimda qanday savollar bo'lsa, endi fikrlaringizni bemalol eshitaman. Marhamat. O'zlaringiz fikrlaringizni bildirishlaringiz mumkin. Kimda qanday fikrlar bo'lsa, bemalol eshitaman. Marhamat. Nimadadir kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak ham, buni ham eshitishga tayyormiz. Oramizda masalan professional jurnalist sifatida ishlayotganlar bor ekan, professional boshlovchi sifatida faoliyat olib borayotganlar bor ekan, bemalol fikrlarini bildirishlari mumkin. Mavzu bo'yicha, fan bo'yicha yoki bugungi ma'ruza mashg'ulotlarining kamchiliklari va yutuqlari haqida o'zlaringiz fikrlaringizni eshitaman. Marhamat talabalar. Kimda qanday fikr bor? Bir savolim bor edi. Eshitaman, labay. Qarang, mana hozir aytyapsiz-ku, hozir jurnalist misol uchun aynan o'qimasdan ham shu soha vakili sifatida ishlashi mumkin, to'g'rimi? Qanaqadir kontentlar tayyorlab, mana blogerlar, boshqalar. Masalan, yillar o'tgandan keyin shu narsa kuchayib, misol hozir IT sohalarida sun'iy intellekt rivojlanib, bu sohada deyarli odamlarga talab kamaymoqda-da. Aynan jurnalistikada ham shunaqa bo'lyapti. Aynan IT sohasi rivojlanib,
sun'iy intellekt bilan jurnalistlarni ishini ham qilayotgan anaqalar saytlar yoki shunaqa narsalar paydo bo'lgan. Kelajakda aynan jurnalistikani kelajagi bormi? Mana Bor. shunaqa bo'laversa masalan. Xo'p, bu muammo, ya'ni sun'iy intellekt inson o'rnini bosa oladimi degan savol, umumiy. To'g'rimi? Ha, shunaqa. Demak, bu sun'iy intellekt degan tushuncha inson ongi bilan baribir meni nuqtai nazarim bo'yicha tenglasha olmaydi. Nima uchun degan savol o'rtaga chiqadi. Sababi inson omili, qarang. Sun'iy intellektni ham kim yaratdi? Odam yaratdi, to'g'rimi? Odam yaratgan narsada istaysizmi, yo'qmi, ming mukammallikka intiling. Bu narsa nima? 100% holatda mukammal bo'lmaydi. Odam yaratgan narsa hech qachon to'g'ri degan tushuncha yo'q. Chunki odam o'zini ong ostidagi bilimlari bilan shakllantiradi va atrofga beradi. Oddiygina misol, bundan 200 yil oldin olamning markazini yer deb o'rgangan odamlar. Ya'ni olamning markazida yer, quyosh ham, boshqa nima, oy ham uni atrofida aylanadi degan tushuncha bo'lgan. Fikr o'zgardi. Hozir olamning markazi, olamimizning markazi quyosh, barcha sayyoralar uning atrofida aylanadi. Mana demak, qisqacha qilib fikr aytadigan bo'lsam, sun'iy intellekt 100% holatda odamni o'rnini bosa olmaydi. Chunki sun'iy intellekt bu uni boshqarayotgan shaxsning nuqtai nazari bilan ishlaydi. Tushuntira oldimmi? Adizova. Ha, tushunarli ustoz. Ya'ni masalan mikrofoningizni ochib qo'ying, men suhbat qilib ketaveraman. Masalan sun'iy intellektni siz yaratdingiz va siz kiritgan kodlar bilan ishlayapti, to'g'rimi? Tushunarli. Ya'ni siz mana shuni oq deb ko'rsatdingiz unga, to'g'rimi? Kodlar orqali. Mana shu kitobni, demak, u uchun bitta kiritilgan kod faqat, demak, kitob deganda uni ongida nima shakllanishi mumkin? Oq bo'lish kerak degan fikr qoladi, to'g'rimi? Ya'ni siz nimani joylasangiz, u sizga shuni chiqarib beradi. Ya'ni haqiqat bo'lmagan tushunchani ham haqiqat deb kiritsangiz sun'iy intellektga, u butun borliqqa shuni nima deb kiritadi? Yolg'onni ham haqiqat deb kiritadi. To'g'rimi? Shunaqa. Lekin ustoz masalan qarang, hozir aynan meditsina sohasida ham rivojlandi-ku. Misol bitta odam oldiga borsangiz, sizni tashxislaringizga qarab kasalingizni aytadi. Misol hammasini ham aytmaydi, lekin shunaqa intellektlar, sun'iy intellektlar bo'lyaptiki, odamni 100 ta, undan ham ko'p kasalliklarni bitta tashxis bilan topib beribdi-da. Shu narsalar rivojlangan. Aynan ertaga bir-ikki nimalarda ham ko'rsatuvlarda ham ko'rsatdi-ku, boshlovchi, lekin sun'iy intellekt bilan boshlovchi u. Bor. Shunaqa sohani o'rnini egallashi mumkinmi shunaqa endi masalan? Misol уже tibbiyot sohasiga ancha kirib bordi. Bordi. O'zimiz sohamizda ham masalan kelinki, hozir ko'rayotgan kontentlaringizni ham 90% sun'iy intellekt yordamida shakllantirilyapti, to'g'rimi? Kodlar kiritilyapti, video joylanyapti, o'zi montaj qilyapti, o'zi ishlayapti. Bu narsa bor hozir ham. Lekin jarayonni baribir inson boshqaryaptimi? Inson bo'lmasa, uning boshida inson turmaydigan bo'lsa, inson nazoratga olmaydigan bo'lsa, biz til bilan aytganda inson uni yo'naltirmasa, sun'iy intellekt baribir uni o'rnini bosa olmaydi. Ya'niki, kelinki bitta kompyuter qo'ysamu, unga shunday buyruq bersamu, kontentni tayyorla desamu, lekin u faqat men bergan nuqtai nazar bilan kontent tayyorlaydi, to'g'rimi? Lekin voqea, hodisa aslida boshqacha bo'lgan bo'lishi ham mumkinmi? Masalan, kelinki, Dilnoza Adizovaga topshirildi,